Dikşene devam hürmetli vatandaş bugün Çislağa 2023 yıl 2. ayının 18. günü. Haftaki şembe vatandaşım enlikteki mavzu yani şu Münhen'de açılgan jığın aralığında bulup kayıtlacı mı bu? Enlikteki mavzu nime deseniz mavzumunda. Amerika, Fransiya, Germaniya qatarlıq dövlətlər bilan Cungo meselesi de zec ittifaqlaşıdığan, birleşidiğan boldu. Münhen jığıdı mezgildeki. Mavzulu xabar 2. ayının 18. günü Amerika avazlığın Xitay til programması ilan qılın. Xabar mundaq başlandı. Washington Aksaray Cuma günü mundaq ko'rsatdi. Amerikanın muavin prezidenti Kamala Harris, Fransiya'nın prezidenti Macron ve Germaniyanın veziri Olaf Scholz bilen birlikte Beijing taraftan yetip kelivatkan ig'vogarchilikni tahlil qilib, Münhen bexatarlik yig'iniga qatnashgan boshqa davlat rahbarlari bilan uchrashganda bir dakika saqladi. Yoki ittifoqlash holatini ko'rsatdi. Aksaray bir parcha bayonotida mundaq ko'rsatdi. Muavin prezident Kamala Harris Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin kelayotgan ig'vogarchilikni muhokama qildi. Yani prensipni asas qilgan dunyo tartibini qo'g'dash bo'yicha yuqorqi davlat bilan birdaklikni saqlashga qo'shildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti Yevropa İttifaqı rahbarlarining uchrashuv va suhbati Münhen bexatarlik yig'ini mezgilida bir dakika o'tkazildi. Bu vaqtda Jungo Amerika ishki davlat, Amerika armiyasi mushu ayning 5'ida Janubiy Karolina shtati dengiz bo'ylarida Jungoning jasuslik havo sharini urib tushirishdan paydo bo'lgan talash tartish paytlariga to'g'ri keldi. Muavin prezident Kamala Harris Amerikaning Jungoning jasuslik sharini urib tushirganligi va yana 3 tane namsiz sharini urib tushirganligini aqladi. Muavin prezident Kamala Harris mamlakatlik radio shirkatiga mundaq ko'rsatdi. Jasuslik sharini urib tushirishimiz kerak edi. Chunki Jungoning nazorat qilish havo shari orqali Amerika xalqini nazorat qilganligini ko'rdik. Yani bir taraftan 2 nafar xabardor kishi Juma kuni, yani 17. günü mundaq ko'rsatdi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi yordamchi ministri Michael Chest tunigan Tayvanga yetib kelib, Amerika bilan Jungoning munosabatini texmo jiddiylashtiradigan ziyoratni boshladi. Yani bir xabar vatandaş, Yaponiya, Hindiston quruqliqda askeri qismlarni mashqlantirish, yani manevr qilish Yaponiyada o'ttirg'i chiqdi. Mutaxassislar butun sap bo'yicha hamkorlashib Jungoga taqobil turadi deyishdi. Mavzuli xabar 2. ayning 18. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Taybey, Yaponiya quruqliq qo'g'dinish qismlari Hindiston quruqliq armiyasi bilan 2. ayning 17. kunidan boshlab yarim oy degidek birlashma harbiy manevr o'tkazib, bu manevr ikki davlatning tunji qatim Yaponiyada birlashma harbiy manevr o'tkazganligi bo'lib hisoblandi. Mutaxassislar mundaq hisobladi. Hindiston chegarasida Jungoning tahdidiga uchraganligini hisobga olib, G'arb dunyosi bilan bexatarlik hamkorlikni kuchaytirish kerak deb qaradi. Jungoning bosh ko'tarishi va uning territoriya qariniyati kun sayin o'rlashga boshladi. Canacan menfaatini ixtiyori kengaytishga boshladi.
Demek Cungo tecavüzü aylandı. Yaponiya kuruqluğu da Yaponiya askeri kısımları bilen Hindistan askeri kısımları harbi man mürüyet kezdi. Bütün sap bu işi Cungo takabıl turuş. Yukarıda nemini köyde Germaniya, Fransiya, Amerika koşmuş tatları. Kamala Harris hanım nem dedi. Muşu peyti birleşip, ittifaklaşıp Cungo'ya takabıl turuş. Avrupa'da bu sap, Asya'da bu sap, Hindistan, Japonya bu sap. Bu katemka München jığını Amerika Koşmuş Ştatlarının taşqi siyaseti intayin muvaffaqiyetlik çaqırılgan yoki Amerika Koşmuş Ştatları bu jığında g'alaba qilgan bir jığın boldu desiniz bo'ladi vatandaş. München jığını deysiz. Yuqori nimdida Fransiya, Amerika ittifaqlaşlığı, tüven nimdida Hindistan, Japonya, Amerika ittifaqlaşlığı. Muşunaq vaziyet hem Avrupa taraftan undaq geldi, Asya taraftan mundaq geldi. Teşekkür edersiniz. Buladı vatandaş.